Neyse. Neftchi jamoasi Istiqlol stadioniga tashrif buyurdi do'stlar. Ayni paytda jamoamiz tashrif buyuryapti. Xo'p bo'ladi. Chempionlikda harakat. Do'stlar, ayni paytda Neftchi jamoasi Istiqlol stadioniga tashrif buyurdi. Jamoamizga yana bir bora omad tilaymiz do'stlar. Qarang. Do'stlar, ayni paytda Farg'onada katta futbol shousi, ya'ni sevimli jamoamiz Neftchi jamoasi bugun chempion bo'lishiga sanoqli daqiqalar qolyapti. Ya'ni ularga omad tilab qolamiz. O'yin boshlanishidan oldingi atmosfera juda ham dahshat. Do'stlar, hammaning kayfiyati a'lo darajada. Farg'ona bu yil chempion bo'ladi. Voyda. Assalomu alaykum Farg'ona muxlislari. 24 yil kutgan orzuyimiz bugun ushaladi. Neftchi chempion bo'ladi. Assalomu alaykum. Qadrli kuzatuvchilar, ayni paytda biz uchun ham ustoz bo'lgan Hayla Hamidov ustozimiz bilan birgalikdamiz. Bugungi o'yin haqida qisqacha gapirib bera olasizmi? Bugun endi shubhasiz Neftchi favorit. Qizilqum boshqa hamma uchun o'ynaydi. Shunaqa zo'r o'yin. Farg'onaliklarga omad tilab qo'yasizmi? Men shartdaman. Shuning uchun xolis qolaman. Xolis qolaman. Do'stlar, atmosfera nima deyapti? Do'stlar, ayni paytda Neftchi jamoamiz maydonga tushish arafasida sevimli jamoamizga omadlar tilab qolamiz do'stlar. Omad. Taniganlar bormi? Islom aka Ismoilov Neftchi stadionida bugungi o'yinni kuzatmoqda. Farg'ona viloyati hokimi Xayrullo Haydabayevich Bazarov. Farg'onaga xush kelibsiz. Ko'rib turganingiz juda ham xursandman aka. Farg'onalik muxlislarga ikki og'iz gapirib berasiz. Keyingi mavsum yorqin o'yinlar kutib qolamiz. Bu insonni taniganlar bormi do'stlar? Kommentariyada yozib ketinglar. Mana shu to'pda bugun o'yin bo'lib o'tadi do'stlar. Farg'onaning Neftchi jamoasiga omad tilaymiz yana bir bora. Legionerlarimiz chiqishyapti. Farg'ona. Do'stlar, ayni paytda O'zbekiston milliy terma jamoamiz bosh murabbiyi Fabio Cannavaro ham bugungi Neftchi Qizilqum o'yinini bevosita stadionda Farg'ona viloyati hokimi Xayrullo Bozorov va shahar viloyatimiz mutasaddilar bilan birgalikda kuzatib bormoqda. O'yin hayajonli. Adashib ketyapman, aybga buyurmaysizlar. Farg'onamizni jamoasi Neftchiga yana bir bor omad tilaymiz. O'zbekiston Superligasining hal qiluvchi o'yinlaridan biri Neftchi Qizilqum uchrashuvini tomosha qilish uchun Istiqlol stadioniga xush kelibsiz. Do'stlar, ayni paytda
bugungi kun qahramonlari stadionga tashrif buyurishyapti. Sevimli jamoamiz Neftchi jamoasiga omadlar tilab qolamiz. Ular maydonda. Do'stlar, umrimda birinchi marotaba futbol o'yiniga kirdim. O'zimizni Neftchi jamoasi Qizilqum jamoasiga qarshi o'ynaydi. Unda ham do'stlar qaranglar. Xudo nasib qilgan ekan stadiondaman. Yashil maydonni tepasida futbolchilarga yaqin turib, hamma atmosfera, hamma yulduzlar bilan birgalikda bugungi o'yinni kuzatish baxtiga muyassar bo'libman. Allohga behisob shukronalar aytaman. Do'stlar, ayni paytda o'yin boshlandi. Penalty! Do'stlar, ayni paytda jamoamiz birinchi taymni dam olish paytlarida bemalol shug'ullanishyapti. Neftchi bugun chempion do'stlar, Neftchi chempion! O'zgacha baribir bizning Farg'ona. Atrofi o'ralgan tog'larida qor. Futbolda benazir mehmon do'st yana Neftchi atalmish jamoasi bor. Olg'a Neftchi, olg'a Farg'ona. Chempionlik sen bilan. Senga yarashadi chempionlik. Sherga Neftchi, sherga kommentariyada yozib ketinglar. Katta rahmat. Butun O'zbekistonga namoyish etishga buni yana bir bor.
viloyat hokimi. Barchamizga chin yurakdan tabriklayman. O'zbekistonning eng jonkuyar futbol muxlislari. Avvalambor mana uzoq turgan 24 yildan keyin zabt etilgan chempionlik muborak bo'lsin. Yaxshi eshitilyaptimi? Akbar To'rayev, Eldor Suyunov. Ovoz aniq turibdi. Yaxshimi?